siyosiy vaziyatlar, dunyo iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalamu alaykum hörmətli radio dinləyicilər. Avropa xəbər torunun 27 dekabr bergan xəbərə qaraganda 26 dekabr günü Xitoy Məmləkətlik Xalq Qurultayı Türkiyə Xitoy arasında tüzülgən cinayətçilərni özara ötküzüb beriş kelişimini ma'qullagan. Ma'lum bo'lishicha, Turkiya parlamenti bu kelishimni tasdiqlamagan. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasi gazetining xabarida deyilishicha, Turkiyaning Anqaradagi Osiyo Tinch okean tadqiqot markazining mudiri Selçuk Çolak o'g'li bu haqda mundaq degan: Türkiye Birleşme Hükümeti eğer Büyük Millet Meclisi'de cinayetlerini özara ötküzüp beriş kelişimini tasdiqlab qalsa, öktücü partiyalar ve ularning qo'llovchilarning g'oyat zo'r besimiga duch kelishi mumkin. Biz bu vaqtda texnik tafsiliy ma'lumotlarga erishish uchun Turkiyadagi Hacettepe Üniversitesining dotsenti, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Efendi ve Ankara Üniversitesining Qonun fakülteti professori ve advokat İlyas Doğan Efendi'ni ziyorat qildik. Aldı bilan Erkin Akram Efendi bu kelishimnoma ve onun növbetdagi vaziyat haqida mundaq dedi. 2017'de iki devlet arasında şu kelişimge ministerler imza qilgan. Türkiye'nin ministri yani Adalet Ministri Bekir Bozdağ, Xitoy tarafının vekil bo'lsa, Tashqi ishlar ministri Wang Yi ikki tarafdan imzo qilingan. Bu kelishim Turkiyaning Tashqi ishlar ministrligi Cumhurreis Erdo'g'anninki ma'qullashi bilan birlikda 2019-yili 4-oyda meclisga sunilgan. Ya'ni Wuhan virusidan tufayli buni meclisda o'tkazgani yo'q. Xitoy taraf shu yaqinda bu kelishimga Xalq Meclisininki doimiy komitesi tarafdan qabul qilindi ve shundaqla bir qonunga aylandi. Hem de növbet hem de Türkiye'de. Türkiye hem de bunu kaçan şu umumiy mecliste bunu müzakere qilib, ondan keyin bunu qo'llab qarar aldı. O hakkında ma'lumotlar yo'q. İlyas Doğan Efendi bu kelishimning Türkiye'deki ahvoli haqida ma'lumot berib mundaq dedi. Türkiye henüz onaylamış değil. Bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Türkiye texe ma'qullamadı. Bu kelishim Türkiye Büyük Millet Meclisi'de to'xtatib qo'yilgan edi. Ammo nazariya jihatdan qaraganimizda ma'qullanish ehtimolligi yo'q. Bu tamamen prezidentning qaroriga bog'liq. Menimcha ma'qullanilgandek turdi. Chunki yaqinda bir oy ichida ijtimoiy taraflarda ko'zi ko'rinib qolganlar qaytilish markaziga elib ketildi. Bu yerda erkinlik cheklandi. Bu ahvollarni kelishimning ma'qullanishi uchun qilinayotgan hozirlikmikin deb qarayman. Sanki bu antlaşmanın onaylanmasına bir hazırlık gibi algılıyorum ben bu gelişmeleri. Erkin Akram Efendi ve İlyas Doğan Efendilerden bu kelishimnomaning mazmun haqida so'radik. Erkin Akram Efendi undaq dedi. Bunda qonunlar nurg'un davlatlar arasında imzalashgan ahvollar bor. Ama xalqancha bir adamni ilib ketishi bu biraz qiyin. Çünkü bu kelishimlarga qaraydigan bo'lsak, nurg'un to'saqliklar bor. Misolga, siyosiyonlarni qaytarib bermaydi. Dava qilayotganlarni qaytarib bermaydi. Onundan kim şu din tang rangidan ve şu milli meselesinden tüpeyli bazı adamlarınki hayatı xatarlik ahvalda bu qasmı onu mu qaytarib bermaydi. Şununla bu nurg'un adamni qaytarib bermaydi degan gapimdi. Xitoy şu başka devletler bilan shunda kelishimlarni qilgan chaqdimi, shunda moddalar bo'ludi hamdi. Bu birincisi. İkincisi bu xil kelishimlar yani aşı devletinki kanunga qarab icra kılındı. Yani başka kanunlar, mesela esas kanunlarda bu insan hakları, demokrasiya ehmiyet bergen devletler özününki kanunundaki maddeye qarab başka devletlerge aslan beremeydi. Eğer de Avrupa Birliği bilan bo'lgan ba'zi kelishimlar ko'p taraflik kelishimlar bor. Bu kelishimlarninki majburiyati bilan yanıla shu hozirgi Xitoy bilan imzolashgan va qonunlashishning oldida bo'lgan bu qonunma unda ason ijro qilib bo'lmaydi. Faqat qonun degan vaqtida buni ijro qilganlar siyosatchilar. Yani siyosiyonlar. Siyosatchilar eğer de bununla bir karar berdigan bo'lsa, u vaqtida ijroat qarab mangdamdi. Yani siyasiyonlara bağlı. Yani birisi şu azıqı Türkiye Xitoy arasındaki şu kelishimde bir taraf özününki ahvallarga qarab qonunni etkaz qilib bo'ldi ki iptashlaydigan haqqimi bor ekan. Unda da buni ijro qilish o'ng'ay emas. Faqat Turkiyaninki manfaatiga ziyon bergan
Ali devletning oliy manfaatlariga ziyon bergan odamlar hamda istangan bo'lsa, uni berib o'tishning kimi ehtimoli bor, ya'ni yo'qmi emas hamda. İlyas Doğan Efendi munularını qo'shimcha qildi. Bu antlaşmaya göre Çin devleti Çin'de suç işlediğini öne sürdüğü kendi vatandaşlarıyla ilgili dosya hazırlayıp Türkiye'ye gönderdiğinde Türkiye bunları Çin'e iade edecek. Bu kelishimda deyilgan moddalarga asosan Xitoy hukumati Xitoyda jinoyat o'tkazganligi ilgari surilgan kishilar haqida hujjat tayyorlab, Turkiyaga avasa, Turkiya ashulani qaytarishga majbur. Agar bu kelishim ma'qullansa, Xitoy taraf ular davlatni parchalashga urinayotdi degan jinoyatni atib, ko'plagan kishilarni qaytarib akitalishi mumkin. Bu xil kelishimlarda siyosiy jinoyatchilar qaytarib berilmaydi degan moddalar bo'lsa-mu, Turkiya Xitoy orasidagi bu kelishimda bu modda tilga elinmagan. Shunga bu kelishimning foydasiz taraflari ko'p. Ya'ni Xitoyning besimi ostida nurg'unlagan Uyg'ur yoshlarning Sharqiy Turkistonga jazoga tortilishi uchun qaytarilish ehtimolligi mavjud. Çok sayıda Uygur genci Doğu Türkistan'a yargılanmak üzere geri gönderilme riskiyle şu anda karşı karşıya. Ma'lum bo'lganidek, bu kelishimning ma'qullanmasligi Turkiyada yashayotgan Uyg'ur jamoatiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Erkin Akram Efendi bu haqda munolarni ta'kidladi. Ya'ni yig'ib kelganda bu kelishim Turkiya hukumatini qo'llayotgan majlis a'zosi ko'p bo'lg'achqa o'tab ketishining kimi ehtimoli bor. Shuningga bu o'tab ketishining oldini olish uchun tirishmoq lozim. O'tab ketgan taqdirdami yana bir ismlarni ishlatib turib, uni ijroat qilishining oldini to'sash uchun tirish lozim. Bu yolg'iz Turkiyaning qonuni emas, Turkiyami Birleşken Devletler Teşkilatı bo'lsin, Yevropa Birligi bo'lsin, imzolashgan ba'zi qonunlar bor. Bu qonunlarga tayinib turib, boshqa yerdan biri qo'llashni qo'lga tushirib turibmi, yana bisim ishlatkili bo'ladi. İlyas Doğan Efendi Türkiye'de yaşayotgan Uygurlar qilishga tegishli bir qancha muhim ishni ko'rsatdi. Şimdi öncelikle bu Uygur arkadaşların, özellikle kimliğinde sorun olanlar, yani kimlik pasaportu olmayanlar mutlaka bir avukata şimdiden bir vekalet versinler. Birinchidan, kimligi pasportida masala bo'lsa, cho'qim bir advokatga vakolat berib qo'ysin. Shundaq bo'lganda, qaytarilish ehtimolligi bo'lganda, 7 kunlik qonuniy tartibdan o'tish vaqtidan unumli foydalanqili bo'ladi. Ikkinchidan, agar soqchilar tarafidan tutilsa, cho'qim advokat talab qilsin. Advokat kelishdan burun hech qanday savolga javob bermayman deyishi kerak. Uchinchidan, Turkiya fuqarosi bo'lishga iltimos qilsin. Albatta, agar rastlığı xavf his qilsa, başka bir xatar devletlerge ketishini tavsiye qilaman. Eğer çok büyük risk altındalarsa da daha güvenli bir ülkeye gitmelerini önerebilirim. O yana munolarni qo'shimcha qildi. Zaten bu anlaşmanın yapılma nedeni Türkiye'de suç işleyip Çin'e gidenler değil. Çin'e kimse gitmez ki zaten. Bu kelishimning asosiy maqsadi Turkiyadan jinoyat ishlab Xitoyga qochib ketganlarni tutish emas. Hech kim Turkiyadan Xitoyga qochmaydi. Turkiyaning turmlari Xitoyning mehmonxonalaridan yaxshi. Bu kelishimning maqsadi nihoyatda aniq. Xitoyga qarshi turgan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish. Turkiyada Xitoyning besimini his qildirish. Mumkin qadar Xitoyga qaytarg'izib jazolash. Tamamen Uygurları baskı altına almak, Çin'in baskısını Türkiye'de de hissettirmek ve Uygurların eğer mümkün olursa geri gönderilip orada cezalandırılması amacı gidiyor bu anlaşma. Türkiye'de yaşayotgan, lagerda tutib turilayotgan ota-onasi, urug' tuqqanlarning izdirkini qilib, İstanbul'dagi Xitoy konsulxonasining oldida bir haftadan beri namoyish qilayotgan yoshlardan Mirzahmat İlyas, Javlon Shermuhammad Turkiyaning bu kelishimga imzo qo'ymasligini umid qilganligini aytdi. Assalomu alaykum, men Mirzahmat İlyas o'g'li. Endi bu Xitoy bilan Turkiyaning orasidagi jinoyatchilarni qaytarib berish kelishmasi imzolanib qolsa, bu biyadagi Turkiyadagi Uyg'urlar uchun endişige yol açıdı. Bolup mu hazır bizdeki faaliyet kılayotgan bu qarindoshlarımızın içinde köpüncüsü Xitoy vatandaşı oçuk ve üstü yepik bir şekilde Xitoyning tehdidiga uçurgan ahvollar bor. Şu bunda bir kelishimininki bo'lişi Türkiye'ninki Uyg'urlarning mayli vatandaş bo'lsin, mayli vatandaş bo'lmasin, hammasının Türkiye'deki turushdagi bexatarligi endişesini aşırı ötüp deb qarayman. Şu bunda bir kelishimning bo'lishini albatta biz Uyg'urlar tamamen qarshi turamiz ve noroziligimizni bildiramiz. Bunda bir kelishmenin bo'lganligiga shaxsan men ishonmayman. Assalomu alaykum. Men Javlon Shermuhammad. Endi Turkiya biz Uyg'ur jamoatchiligi uchun bo'lib, chet elda yashayotgan Uyg'urlar uchun bir ikkinchi bir vatan deb qaraydi Uyg'ur. Agar bu majlisda o'sa bizga o'xshash mishada faoliyat qilayotgan ham Xitoyning ko'ziga miq bo'lib qadilayotgan bu faoliyatchilar ham andisha qilamiz o'zimizniki shariki kelajakdagi turmushimizdan olsun, o'zimizniki bexatarligidan tabii ki andisha qilamiz.
Ama yine de şunu deymen, Türkiye Büyük Milletler Meclisi'ninki bunu makullab mecliste üçüge işenmeyme. Közətküçülər Türkiyənin iqtisadi əhvalının nacharlashishi və Xitaydan setib alğan virus vaksinasi tüpaylidən Xitayga tayınıb qalğanlığını, şuna Xitayның qararlarına boysunub bu kelishimni ma'qullashi mümkünligini ilgari surishmoqda. Bu programmani Nuriman tayyorladi.